Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizlarga Jambuldan 18 sotikli joy hozir ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Men sizlarga hozir to'liq obzorini ko'rsatib chiqaman. o'n sakkiz sotikli joyimizni hozir qarang. Kirganda kattagina uylari bor. Ichlarini ko'rsataman. Eng bitta plusi shunda kirganda chap qo'lda katta territoriya bor. Naryoqda mana chegarani ko'ryapsizlar. Chegaradan mana bu yerdan alohida bo'lib turib, boshqa uy qilib yana sotsa ham bo'ladi, yana boshqa alohida kadastr qilib bo'lib olib turib, yana boshqa uy solsa ham bo'ladi. Mana darvozadan kirib kelganimizda mana shunaqa uzun hovlisi bor. Shundoq boramiz. Hozir mana bu uylarning ichlarini ko'rsataman. Orqa tarafda nimalar borligini ham ko'rsataman hozir. Hozir bu uylarning ishlarini aytib o'tishimdan oldin sizlarga bu taraf, orqa taraf chegarasini ko'rsataman. Uydan o'tganimizdan keyin maktab bor. 22-maktab. Mana hovlimiz orqa tarafi. Daraxtlari bor, ko'ryapsizlar, molxona daraxt, naves, tandirxonalar bor. Mana bu ariq chegara hisoblanadi. Chegara bu уже boshqa odam uyi. Mana bu yerda bahorda bahor o'rtalarida suv keladi. Bu ariqda to'lib suv oqadi. Mana bu chegara. 22-maktab. Maktab zo'r, chiroyli. Porядka, katta daraxtlar, soya, salqin. Uyimiz mana orqa taraflari. Hozir sizlarga bundoq borib uy taraflarini ko'rsataman hozir. Mana bu yerda naveslari bor. Bu yoqdan uyga o'tib ketilinadi. Tandirxona. Ya hammom. Orqa tarafda to'lib ariqlarda suv oqadi. Bu plus tarafi. Havo zo'r bo'ladi bu taraflarda. Mana chereshni, gilos. Hovliga mana bu oraliqdan o'tib ketamiz hozir. Mana ishkomlar qilib qo'yilgan. Uyi bunaqa ko'rinishi. Bu tarafdan biz kirib keldik. Mana uy to'liq ishkom qilingan, uzun to'lib soya salqin bo'lib turadi. Mana bu yerda ikkita xona bor. Bitta spalni, bitta zal. Bu tarafda bitta katta zal bor. Ayollar yoki erkaklarga alohida mehmondorchilikda. Shunda kirganingizda katta zal. Mana bu yangi qurib yopib qo'yilgan joy. Bu kotelni bu. Bu yerda kotel bor, yopib qo'yilgan. Bu yerda ham mana xonalarni ko'ryapsizlar. Spalni, zal. Yana spalni. Mana bu katta 2 teshikli bu zal, 4 ga 6 zal bu. Mana chegara. Hozir ko'rsataman. Endi bu tarafda molxona bor. Mana bu yerdan shunda kesib alohida yana sotsa bo'ladi. Raza katta territoriya mana bu. Alohida darvozasi ham bor. Eslatib o'taman, joyimiz 18 sotikli joy. Ikkita katta uchastka tushadi. Mana quduqlari bor. Любой payt suv chiqadi. Quduq mana motor mana bu yerda. Bu tarafdan ko'rinishi o'rtada ham kattagina joyi bor. Svet zo'r. Suv bor. Gaz o'chmaydi, qishda ham o'chmaydi gaz. Ko'chaga chiqib ketaverish darvozamiz. Hozir ko'rsataman ko'cha tarafini.
Mana bu yerdan kirib kelinadi. Shu yerdan kirib kelib, mana bu yerda yoningizda shunda bitta qo'shini bor. Mana shu darvozadan kiriladi. Bitta qo'shini bor, darvoza bor. Mana shuncha joydan kiriladi. Bir 50 metr, 30 metrmi, 40 metrdan kirib kelinadi. Joyi $100,000 so'rayapti, lekin narxlarni sindirib so'rashingiz mumkin. 90,000 deysizmi, 85,000 deysizmi, yani o'zingiz bilasiz, telefon qilishingiz mumkin, bemalol narxlarni sindirsa bo'ladi. Joy katta, lekin ikkitalab joy qilsa bo'ladi. Ko'rib turibsiz, mana bu shularga o'ralgan joylar ham bularga tegishli. Bemalol aloqaga chiqib narxlarni tushirsangiz bo'ladi. Bitta domni sotib olsa bo'ladigan joy.